Uyimni parket qilaymi yoki pol qilaymi deb o'ylanib yurgan bo'lsangiz, men sizga parket qilish uchun 3 ta sabab aytaman. Agar 3 ta sababni eshitadigan bo'lsangiz, aniq o'ylanib o'tirmasdan parket qilasiz. Birinchisi chiroy va hashamat. Agar siz uyingizni parket pol qiladigan bo'lsangiz, uyingizga tabiiylik va nafislik beradi. Undan tashqari, liboy interyerga mos tushib ketaveradi. Agar siz uyingizni parket pol qiladigan bo'lsangiz, oddiy polga qaraganda parket pol ancha qimmatroq ko'rinadi. Ikkinchisi issiqlik va qulaylik. Sababi yog'och tabiiy issiqlikni o'zida ancha yaxshi ushlab turadi. Xonadoningiz ham qishda issiqqina bo'ladi. Uchinchisi bu sifat. Agar siz sifatli parket tanlaydigan bo'lsangiz, bu parket sizga 10 yildan 20 yilgacha xizmat qilib berishi mumkin. Xohlagan paytingizda uni ustini silliqlab, yana o'z holida qilib yaltiratib ishlatishingiz mumkin. Oyoq kiyimda yurganda ham uncha-munchaga sifatini yo'qotmaydi. Menimcha bu 3 ta sababdan keyin siz aniq uyingizni parket qilsangiz kerak. Parketlarning eng katta assortimentini qayerdan topaman deyotgan bo'lsangiz, albatta Elite Stroydan topsangiz bo'ladi. 7 li va 8 li hajmdagi parketlarning eng katta assortimenti Elite Stroyda mavjud. Do'konlarimizni eslatib o'tamiz. Chinoz shahar Dehqon bozori yonida joylashgan. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilasizlar. Sizlar uchun Chinoz bo'ylab parketlarni yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul.